Bugün Xudo xolasa 9-avgust sanasi tabriklarimizni boshladik. Bugungi tabrikimiz Mangu kafeda bo'ladi. Bugun otajonamni tabriklash uchun keldik. Bugun 35 yoshga kiribdilar. Barcha yaqinlar nomidan shu ishlarni tashkil etgan voliday muhtaramasi Hayitcha onamning nomidan qilaversa, Kamoliddin og'amizni, qizlari Kamilaxon, o'g'illari Sherzodbek, akalari Anaxon, jiyanlari Hayatxonlar nomidan tabriklaymiz. Tabriklarimizni boshlaymiz. Zo'sh omadinglar. Xursand bo'ladilar. Qani ketdik esa. День льются поздравления. Сегодня кайфанцы без ограничения. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mangu kafesini aziz qatnashchilari, barchalaringizga yoqimli ishtaha. Xush kelgan deymiz. Bugun biz Hamdam Qulug'ur jamoasi Mangu kafesini qadam ranjida qilishimizdan asl maqsad bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlab turgan otajon onamizni tabriklash uchun keldik. Bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Agarda o'zlari joyda bo'lsalar, bir necha soniyalar bir qarsaklar sadosi ostida taklif qilamiz. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше. Otajon ona, assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin bugungi tug'ilgan kun. Bugungi shodiyona bayram. 35 yosh. Qutlug' muborak bo'lsin. 34 yosh. Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Shu umr yo'ldoshingiz Nargiza akam bilan birgalikda dang yashab, dang qaralmoq nasib etsin. Bilasizmi kimning nomidan keldik? To'g'ri. Ikkalasi nomidan dadangiz, opangiz, qizingiz, alamarsa o'g'lingizni nomidan tabriklaymiz. Birinchi galda shu ishlarni tashkil etgan voliday muhtaramangiz, opangiz Hayitcha akamning nomidan, qolaversa Kamoliddin og'amni va qizingiz Kamilaxon, o'g'lingiz Sherzodbeklar nomidan tabriklaymiz sizni. Рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайфанцы. Salomat bo'ling. Ko'p yashaging. Do'stlaringizni, yaqinlaringizni, qarindoshlaringizni vaqtidan sog' bo'lasiz. Shu o'rinda akangiz Anaxon akamni, jiyaningiz Hayatxonning nomidan alohida tabriklashimiz kerak. Ko'p yashagaysiz. O'ylagan orzu-umidlaringizga erishib o'tiring. Har doim xonadoningizga yaxshi kunlar borish nasib etsin. Shu o'g'lingizni, qizingizni baxtli kunlarini ko'rgaysiz. Siz vaqtingizda shu boshingizdagi toj onajoningiz, suyangan tog' otajoningiz sog' bo'lsinlar. Hamisha yaxshi kunlarga erish nasib etsin. Tabriklayman sizni. Salomat bo'lasiz. Siz uchun tayyorlangan chiroyli mazali tortlarni qizingiz topshirdilar. İnşallah shu katta qiz bo'lganda hali 12 yoshda to'lgan bo'lishi kerak. 12 yoshda to'lganda siz ham shunday tabriklab o'tirasiz qizingizni. Salomat bo'lasiz. Yaqinlaringiz vaqtingizda sog' bo'lsin. Bugun akam bilan, Hayitcha akam bilan telefonda gaplashdik Abidarakda. Hamdamdek bugun o'g'limni tug'ilgan kuni. Aftiqim bilan birgalikda o'g'limga sürpriz etacakmiz. Istakanlarni darajada o'tkazajakmiz. Mangu kafeda bo'ladi. Hamma yaqinlarimiz keladi. Birinchi galda yaqinlarim rahmatimizni yetkaz. Yaxshi ko'ramiz. Shunday qarindoshlarimiz borligidan biz faxrlanamiz. Dunyoda uchun bo'lsinlar. Alohida hamma qarindoshlar o'zlarini rahmatlarini aytdilar. Og'am, akam, chuqatardagi o'zlari sizni tabriklab qo'yadilar, tilaklarini aytadilar. Birinchi galda akangizga beramiz so'zni. Marhamat. Rahmat. Shu umri uzoq bo'lsin. Hemşe yaxshi bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Hayitcha aka, sizdan ham bir yaxshi gap eshitamiz, o'g'lingizga bo'lib. Marhamat. Mana bugun o'g'lim tug'ilgan kun ekan, 8 yoshlarga kirsin. Turmush o'rtog'i bilan 100 yoshlarga kirib, ikki farzandini oq taraf farzandi endi voyaga yetirgan, o'qishlarga kirgan. Nega orzu kunlar bo'lsa ro'yobga chiqqan. Meni baxtima, otasini baxtina, gelinim, bolalarim sog' salomat bo'lgan. Doim shu bolalarimni to'yimda bir yanımda bir hamdamlik shunday
Instagram'a çıkarıp, YouTube'lara çıkarıp sana nasip etki. Bir qarsaklardan bo'lsin azizlar. Shahramni xonani qayergalar uchun. Salomat bo'lasiz. Hadi bizimizdan sizni tabriklar. Sizdan bo'lgan she'riy satrlar bo'lsa eshitamiz. Marhamat. Dadajonim, tabriklayman 100 yoshlarga kirgach. Bizamiz bag'rimiz sog' salomat bo'lib. Hem doğumuydu, hem tebrikime 100 yaşlarını. Onunla 100 yaşlara girip 100 yaşlara, çok yaşlara girip baktığımda sağlıyorum. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi bugun davramizda to'ldirib o'tirgan otajonalar siz uchun qadrdon bo'lgan noilalar, qalbdoshlar, do'stlaringiz, yaqinlaringizdan bor. Shora bir mikrofonni bersak, so'z navbatini birinchi galda so'zni hayotangizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qanchasiz? Yaxshimisiz? Tabriklar berasiz. Tilaklaringizni eslatib Yaxshi rahmat avvalambor. Assalomu alaykum yana marta hammangizga aziz mehmonlar. Yana buyuk otajonimizning yaxshi kuni, tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz otajon. Alloh taolo umringizni uzaytirsin. Ko'p yoshlarga girish nasib etsin. Alloh taolo rizqingizni bilan baxtli bo'l. Yana bu bakıza farzandlar boshqa rahatlik ko'p. Qalavasina ijobat usul atamdan bor. Adam shularni umrini uzaytirsin. Ko'p yoshlarga kelsin. Shularni bir vaqtini taqdiri go'sh Allohdan nasib etsin. Ve şuna baktığınız sizler, vallahi tıklar, sizler baktığınız zaten adayı yakışıyorsunuz, saklasınlar. Gelenleri tebrikliğimiz, sağ olun. Köp yaşarı bilgiysen balam. Ailen tinch, baxtli yaşagaysan, şu ballarını rahatını görgeysen. Danene arkana sağ olup, oynap gülüp, toylarını görüp, hemmesine nasip etti. Sağ olaysan, köp yaşarı. Rahmat, salomat bo'ling. Niyatlaringiz, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Shu qizingiz, eringiz, baxtliklaringiz sog' bo'lsin. Qudachiliklar ming yilchilik bo'lsin. Endi bor deganda hech narsa hech qachon uzilmasin. Og'alarimiz sog' bo'lsinlar. Sizlar 100 yoshlarga kirib, hajona bo'lib o'tirgaysizlar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'laysizlar. Marhamat, yana so'z navbatini Dilshodbek akamizni davramizga taklif qilamiz. Bojolar nomidan, Dilshod nomidan qolaversa, qaynog'alar nomidan. Marhamat. Jamzalik uzoq umr vaqt sa'odat, hamma o'xshash degan o'tishlasizlar. Hamma o'xshash qattiq bo'lsa, hammamizning yosh bo'lish nasib etaversin. Og'aylar, mamamiz Hadi şu yapalım. Ülkemize uzak ömür baksanız. Ama 100 yaşlara gelsin. Size ağabeyler, kardeşler olan tebrikler buluşun. Hemen bize nasip edersin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlarni bir tabrik eshitamiz. Rahmat sizlere için. İnanmayı düzenleteceğimiz Atacan'ın doğumdan güneyken Kudayım 100 yaşlara girgin. Ben yaşattığım kardeşlerim. Ne ki o zümmitlerin tutuşun perzentlerimden, neslinden atasından görgeyim. Kudayım hem babasının tartınıza baktığınıza şey kafam bile nekek oynat güneyim bebek nasip etti Kudayım. Hiç kanız katarınızdan kadar olmayın. 100 yaşlara girgenden şunda başlıyor. Hemmemize nasip etti. Rahmet. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sizdan bizlarga kiring. Sizdan tug'ilgan kunlaringizda ishlab tilaklarni bildirib o'tirsin otajonim. Sog' bo'ling. Ana marhamat endi. Qalbdoshlar. Ikromalar, aka-bekalar, qani marhamat. Davramizga taklif qilamiz sizlarni. Ya o'tirgan joyga kelib, o'tirgan joyda mikrofonda beramiz. Tilaklarni niyatlarini aytamiz. Marhamat. Hocam tabriklayman. Bayramınız olsun. Sana günün vaxtına
Hamisha himmat qilmaysan. Rahmat. Hasan təbrikləməm bizi. Hasan yaşlarıydı. Başın toydan çıxmasın dedi. Hem muhabbetinde hadi gelip təbriklə budur istəsin. Şu atanla, ananla, vaxtına sağ ol, sen vaxtına bula sağ olsun. Ballanın rahatını gör, həsənsin oğlum olsun. 100 yaşa giren vaxtında müjdet gel, Katar'da yeşil çamını gelip təbriklə oturardı bir kere. Ama dişedinde durma, tapkalan yaş günler alıyorsun. Şu təbriklər hem muhabbet Katar'da yeşil tamasın. Sen olmasın demek. Tuvalet otur, toylara çakır, toylara gelelim. Güzel toyada sen var, atın evini alayım. Şu hem muhabbetinde durayım. Yani sen bilen varıp tebrikler var mı sana? Tapkalan yaşlıkta buyuruyor, üstündeki lezzeti tutuş nezilesi. Şu atan anayın hayatı. Baklı olur. Ailen bilen baklı olur. Rahmet tebrikimle yanımda. Uzak yaşlara gidiyor. Salomat bo'ling agam. Katta rahmat. Endi agam iltimos qilib turibdi. Shunda ustam bor, Hamida deb turibdilar. Hamida. Marhamat, tabriklar qo'yasiz. Salom aytaman men. Akajon tabriklayman deman. Bo'lmagan bilan. Ben uzak yaşa gireysen. 40 yıllık gün böyleyin, 60 yıllık gün böyleyin. Nemizden oturalım. Allah'ın baktığına, daim baktığına sağ ol. Yani bize bilen kıza gelme. Balvan koyundan bizden oturalım. Tamam rahmet. Senin yanıma düke. Başını koydan çıkmasın. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Ana doir. Mikrofon sizda endi. Bizlarni kutib olib lekin yarlab berdingiz endi navbat sizga yetdi. Sizdan ham shu jiyaningizdan bo'lgan tilaklarni yo'llaysiz marhamat. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kamal Baja, Sayın İlkes, Kudamama Kudamwa, ileride doğulan gününden tebrikiniz. Allah yaşlıları oturuş nasip etsin. Kulağına senin aktı, çoğuluk, yoğuluk, yatı, çoğuluk oturuş nasip etsin. İyi yaman günü düşünüyorsun. Böyle de oturuş nasip etsin. Vakti olsunlar. Rahmat, salomat bo'ling sizlar. Tilaklaringiz uchun katta rahmat. Nargiza xonamga marhamat, sizlarga taklif qo'yasiz. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Tajriba bey. Sinfdoshlar. Umidjon bilan boboxonamizni shu yonimizda taklif qilsak. Barcha sinfdoshlar nomidan, do'stlar nomidan, jo'ralar nomidan o'zlaridan bir chiroyli niyatlari tabriklarni eshitsak. Qani marhamat shu davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Dostumuzu öyle toptan gününe tebrikimiz. Allah'ın ömrüne, ailesine, rızkına bereket versin. Şimdi hiç kimse vakti yapmasın. Oran toptan tukkaları yaxşı yoldan gözüm. Yaxşı yoldan da bir yerde duruş nasip etsin. Rahmat katta. Barni geldi işte hiç kaçan üzülmesin. Salomat bo'linglar. Otajonim, endi mikrofon sizga. Shu ishlarni tashkil etgan valideyn talabangizlar
akangize, kelgan me'morlarga ikkingiz rahmatingizni yo'llaysiz, tilaklaringizni aytasiz. Marhamat. Endi hammaga assalomu alaykum deymiz. Berilgan qaynbekara bor, qaynonalari bor, ba'zalar bor. Hammangizga rahmat. Avvalda ishlashib yurganlar bor. Ne'mat abi. Bana kerak endi. U yoqda bir chetda o'tirman. Keling. Alabman. Atasan ham boyga, adash. Rahmet abi, gerek. Cepherini karıştırdığından beri. Hemen hareketler rahmet ayırmamız. Hemen uyunda toy olsun, toylara varalım. İkrama birge işleşeceğim. Rahmet abi. Şimdi köyde işleşeceğim siz bilen, doğru mu? Evet. Atiyağın bozun, başka bozun. Lekin barda geldi hiç üzülmeyin. İlkin hanım var, doğru mu? Zaten işleşke vaktimizde yeter, zaman aramızdan yeter ötüştü. Cayları cennette olsun, yatka yer yaktı olsun. Hem bir şey bilen yaxşı günlere varalım. Nemata, atıyorum, ikrama. Hem memlekette rahmet yerlerdir. Köme işleşkenimizden bulardı. Hemmenize rahmet. Hemen düğün yaxşı gün toylar olsan rahmet hemden değil. Şuradan sen çakırasın arkadaşlar. Ebedi zaten ebedi. Hani endi o'tirib turamiz. Har bir xorazmcha qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. O'ynaymiz endi, marhamat.
O'ynaganlar uchun sog' bo'lasizlar. Qani marhamat, endi bir iltimos bor sizga, umr yo'ldoshingiz bilan birgalikda siz uchun tayyorlangan chiroyli tortlarni kesar ekansiz. Farzandlaringiz, qizlaringiz aytdilar. Qani marhamat, tort kesamiz endi. Otamiz, akangiz bilan birgalikda qani marhamat, hammangiz taklifimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani marhamat, endi ukamiz sizlarni esdalik uchun rasmga tushiradi. Rasmga tushib olishlaringiz mumkin. Qal'am mehmonlari esa ham ishtaha xush kelgan avval tilab qolamiz. Sizlarning xizmatlaringizda hamdam bo'lgan jamoasi bo'ldi. Agarda sizlarga qimmat vaqtlaringiz olgan bo'lsak, ming bor sizlarga qolamiz. Salomatga görüşadi. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat katta. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения.